Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'ondamiz, ya'niki Jahongir ukamiz qo'y firmasimiz. Hurmatli obunachilar, bugun 24-iyun hafta kuniga seshanba, hammalaringga kun xayrli va maroqli o'tsin deb bugun videosini kanalimizni qo'llab qo'shqonlardan boshlaganmiz. Sizlar video boshidan bir domdan like bosib, qo'llab-quvvatlab kanalimizga hali ham obuna bo'lishga ulgurmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying akalar. Assalomu alaykum aka, keldingizmi? Chatsamizdan. Bugun o'zgacha kun bo'ladi. Xudo xolasa qo'zilarni bor, ancha qo'zimiz bor. Yengil qo'yib sochimiz kerak. Ag'da yana akam baraka qilib qo'ygan 200 ta qo'zini. Beyda o'zida 300 ta bor. Bir 200 tasini bugun syomka qilib chiqarib beramiz. Tez bo'ladigan narxlarda qo'yib boramiz. Narx xudo xolasa yengil bo'ladi. Qo'chqarda ama sultonlar kelgan. Bir yaxshilab ko'rsating. Hurmatli obunachilar, like qo'llab-quvvatlab. Jahongir birinchi partiyamizga soni nechta? Soni 35 bosh. Soni 35 bosh, bari qo'chqor. Bari qo'chqor. O'zi ham qo'chqor bo'lib to'qlik qo'ygan variantida. Ahamiyat bersangiz, o'zi ancha yiriklashib qo'yganda qo'y. O'z sezishyapti obunachilaringiz ko'rgan. Meva-chevalarga qarasangiz ham bir o'laveradi. Katta kichikligini xudo xolasa mayda qo'zimas to'qlik o'tib qo'ygan variantdan olaman degan akalarga addishi zo'r bo'ladi. Akalar xotirjam yemingiz ko'taraveradi. Xotirjam, bexijolat. Xo'p, Bor buyimga bosishaveradi, xudo xolasa bezatkasi urug'ladi hammasi. 35 ta. Buni yosh oyliklar qanchaga beramiz shunda? Yosh oyliklar. Yosh oyligiga 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofidagi qo'zi qo'shiladi. Pishma ahta sog'liqlari? Yo'q. Pishma ahta sog'liqlari yo'q. Bitta mujmal qo'y yo'q, xudo xolasa ichida. Yemoq ichmoq sog'lik salomatligiga uyga yetib borgandan tortib bir haftaga garantiya beramiz. Yerdan balandligini qanchaga beramiz? Yerdan balandligini bir qator aytib o'tib ketamiz, bo'lsa o'lchab ham beraveramiz. O'lchab qo'yinglar, obunachilaringiz oldin. Hammasiga qo'yib qo'yinglar. Qo'ylarni oyog'i zo'r bor, o'lchab 75 chiqaveradi. Hurmatli obunachilar, yerdan balandlik bu 72 chiqyapti. Qanimizni ham ko'raylik-chi? Xo'p, jonivorlar 75. Filis. Mana filis. Akalar, yerdan balandligi 75 filis. Bachkanada bo'lgan xudo xolasa. Endi shunda qo'zimasda o'z obunachilaringiz mana shunday mana bir qator o'tyapti, shunda ko'rganda ham o'zi sezishadi. Qo'zi qanaqaligini. To'g'ri o'tib qolgan yemni bemalol ko'taraveradi. Bemalol ko'taraveradi, berishaveradi. Bunlarni ovozini nech pulga beramiz? Narx-navosini xudo xolasa yengil qo'yib beramiz. Bo'ladigan narx qo'yilgan haligi, lekin chikinsiz, savdosiz chiroyli bo'ladigan taqalgan narxlarni qo'yib yuboriladi. Optimaga o'zi asli 3.5 qo'ymoqchi edim bugun. Tez sotib bo'shatishim kerak. A'dan aka ham telefon qilib tezlab bo'shat qo'ylarni. Yengil qo'yamiz dedi-ku. 3.300.000 so'mdan ketaveradi. Bari bir joyga bo'lsa, 35 tasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, dastlabkasini vodiy bo'ylab Samarqandgacha yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, narxiga yurakdan bitta o'zlari bahosi berib ketgan. Haqiqatan arzon narsa arzon ish kerak-da. Tepamiz turib bankalar, qanchalik ketishimiz vazifamiz, albatta kelarsa pullaringa arziydigan. Xohlagan bozorga, xohlagan joylaringizga narx-navo bemalol solishtirsangiz bo'ladi. Bozorlarga qaraganda kamida 300 ming 400 ming so'm arzon. Nimaga? Chunki bu yerda soni ko'p, optim qo'y markazi bo'lganligi uchun narxlar arzon, yengil bo'ladi. 300 ming so'mdan akalar optim hammasini bir joyga Samarqandga yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Tanlab olishsa, Tanlab olishadigan bo'lsa kelishamiz. Kelishtirgan albatta kelishamiz. 100 ming nari beri plus minus deganimi? Kelishamiz. Bitta ikkita olganga kelishtirib beraman. Lekin optim olishsa chilayli qilib hayrini qilib beraman. O'rtasidan shunday qilib 5 ta 10 tasini haydab olishadigan bo'lsa, narx o'zgarmaydi. 3.300.000 so'mdan qilib beraman. Haydab olishsa. Lekin tanlab olishadigan bo'lsa, narxini kelishamiz. To'g'risi. Hurmatli obunachilar, ancha kuchli narsalar bor-da. Qo'shqoning bor bo'lsa bor deydigan akalar haqiqatan holat ideal sifat zo'r. Quloqlariga ham ahamiyat berib qo'ying. Quloqlari ham 95% butun qulog'i ham. Quloqlari ham 95% butun variantni olaman. Qurbonlikkacha ham boqsa bildangi o'ta yollib ketadi qo'shqonlar. Akalar qo'shqon pichoq sohalariga, uzunligiga, yerdan balandligiga hamma tomondan e'tibor beraversa aka, stakan yo'q, sifat zo'r. Bir so'z bilan aytganda olgan odam maza qilib baraka topadigan qo'shqonlar. Akalar bizdan uzoqlashmanglar, oldinda keyingi partiyalar. Like bosishga ulgurmadingiz aka. Like bosib aytdim, qo'shqonlar zo'rligidan like bosishdan chiqdi. Like bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga puli arzon yengilidan olaman degan aka-ukalamizga mana sizga yaslama, mana sizga pullar. Bir so'z bilan aytganda akalar pulingiz o'zingizdan ketadigan variant. Jahongir soni nechta buni? 44 bosh. Soni 44 bosh, bari qo'chqor. Bari qo'chqor bir qo'ra chiqarayotgan qo'ylarimiz hammasi bitta
bitta odamni qo'yini olganmiz. Xudo xolasa narxini ham o'shanga qarab yengil-yengil qo'yapmiz. Prosta birinchi partiyamiz bilan ozgina farqi bor buni. O'shaning uchun narxi ham o'shanga qarab yengilroq qo'yib beraveramiz. Xo'p, buni yosh oyliklarni qanchaga beramiz? Yosh oyligi buni 6 oylikka beradi, buni 7 oylikka beradi. 1 oylik farqi bo'lsa 6 oylikka beradi. Bular bo'yi 70 ga beraveramiz bularni. Hurmatli onalar, bo'ylarini 70 ga bemalol xarid qilsalar. Ega qo'ydi qarang, standartligini ko'ring-da. Hammasi kellasini ko'tarib yuradi. Kasal hisob qo'yiladi emas-da. Ya, dumbovosh kelishgan, cho'g' so'xolari akalar keng. Qo'ydim o, mayaklarni ham bir ko'rsatib qo'ying deb Boburjon. Hammasi yosh ulug' qo'zilar. Xudo xohlasa, mayda qo'zimasi ichini bilinib turibdi akalar. Lekin belini yo'g'onligi ham zo'r, akalar yerdan balandligi ham. Holat bir so'z bilan aytganda yaxshi qo'chqorlar ekan akalar. Shu tomoniga bir qator. Olishsin, boqishsin, sababini qilsin, Xudo xolasa bor, yaxshi baraka topishadi bu qo'ydan. To'g'risida barakali odamning qo'ylari bu. Xudo xolasa yaxshi baraka topishadi. Mana shuni boqishaversin, narxini ham yengil qo'yib beramiz. Necha puldan qo'yib beramiz? Narxini narigilarda 33 qo'ydikmi? Narigilardan 200 ming arzon bo'lsin. 3 million 100 ming so'mdan bo'lsa ketaveradi. Hammasini Samarqandgacha dasabkasini qilib beraman. O'g'lar 3 million 100 ming so'mdan akalar. Sizlar aytib o'tog'ini qo'yinglar, biz siz uchun arzon ekanini Alloh xohlasa. Akalar, bu bozordagi bemalol narxlarni to'g'risida ko'raverasizlar. Xudo xolasa, qo'chqor narxiga arziydigan sifati bor, holati ideal. Hamma tomondan kelishgan. Ichida bironta bir jumala akalar yo'talgani, absirgani, burnoqqani yo'q. Shu tomoniga ahamiyat bering. Haligi aytishadi. Qora variantida qap-qora. Sog'lom narsa oling akalar, sog'lom narsa oling, sog'lom narsadan baraka topasiz. Kasal olib ko'nglingizni tuzaladi hammasi ham, lekin sog'lomi yaxshi bo'ladi hozir. Qashqalarni ham so'rasa, shama Qashqarga ishqi o'zmaydi. Aha. 5 ta 6 ta Qashqarni teridan tashlab beraveradi. Doppali variantlarida bu. Qashqalarni olaman deganlarga Qashqalarni vaddini qilib terib tashlab beradiganlar. 3 million 100 mingdan tanlab olsa-chi? Tanlab olsa 32 dan tanlab olishaversin. Og'alar 3 million 200 ming so'm og'alagan tanlab olaveradi. Og'alaganlar. Alloh qo'rqmang. Haddishga tursiz bu. O'rtasidan bo'lib olib, tashlab bo'lib olsa, Shu 3 million 100 ming so'mdan o'rtasidan bo'lib olsa ham ozgina hayrini qilib beraman. Optim bir joyga olishsin, chirayli qilib o'tib beraman. Chirayli qilib o'tib beraman. Uncha hayr emas, kamini qilib beraman. Og'alar chiroyli qilib, kamini qilib o'tib beradigan joylar. Faqat like bosib. Lekin qo'ylar standart. Xudo xolasa yaxshi va yaxshi baraka topishadi. Akalar, bitta ikkita olaman degan aka-ukalaringiz ham ishlarib turadi, bemalol. Talash borishmayapsan degan aka-ukalar, talash borishmayapsan degan aka-ukalarimizga akalar. Talash borishib siz vaqtingiz olsiz kerak. Kecha kommentariyga bitta akamizga javobini ham qaytarib qo'ydim. Nima qilaman siz vaqtingiz olib? Talash borishib. Va buni hozir 3,5 milliondan aytib kelib 30 ga tushirib qo'yishim nima keragi bor? Akalar, ko'z bo'yamasiga dangal bo'ladigan narxini aytib ko'rsatib qo'yapsiz. Qo'limizdan kelgancha. Vaqt bo'lsin, qo'llab-quvvatlab turing akalar, oldinda keyingi partiyalar. Qo'chqorni yaxshisini olaman degan aka-ukalarga to'g'ri bemalol Telegram, WhatsApp orqali tashlab qo'ying. Siz orqali Videoda oxirigacha ko'rib turish olsin, qo'ziladi, udorlari bor hali, davomida chiqarib beraman. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga yana ham puli arzonroq, qulayroqdan bormi degan aka-ukalarga mana puli arzon. Ikkilaridan oqullardan akalar. O'ynoqlab turgan qaranglar, hammasini chehrasi ochiq, holat Xudo xolasa ideal. Soni Jahongir buni? Soni 20 dona, bir pachka. Soni 20 dona, bir pachka. Yosh o'yinlarichi? Yosh oyligi 6 oylik atrofida, 5 oylik 6 oylik atrofida. 5 oylik 6 oylik atrofidagi. Birinchi, ikkinchi hamma chiqarayotgan qo'ylarimiz bir parta, endi gavdasiga sal yoshiga nisbatan bo'lib partiya qilib qo'yganmiz. O'shanga qarab narxini ham pastga tushib boraveryapti-da. Xudo xolasa buni ham narxini yo'lda qo'yib beramiz. Yeb ichish, sog'lik, salomatlik garantiyalari. Bir haftaga garantiyasi bor qo'ylarning, Xudo xolasa. Xo'p, yerdan balandligini qanchaga beramiz? 70 atrofida bular 65 pilisga beraylik. O'g'illar 70 atrofida 65 pilisga bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Mash bo'zoq 70 oshiqam chiqadi-da. Ha, chiqadi. Shu yoqqa yaxshi akalar. Bo'yiga talash o'tirmaydi, hamma gap narxida. Nechta berasiz narxini bir joyga bo'ladigan bo'lsa 3 million emas, 3 millionni pastda ham chiqadi. 2 million 900 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi bilan yetkazib beramiz.
Oğullar vodiy bo'ylab toshqin ishlaskasini qilib yetkazdiriblar 2 million 900 ming so'm akalar. Narxi bo'yicha o'z fikr bo'lsangiz kommentariyga yozib qoldiring. Haqiqatan unchalik qaraganda yengilroq joylar haq bo'lyapti hozir. Soni ko'p akalar tez sotib bo'shatish kerak. Shu video boshida aytdim. Maqsad sotish. Xudo xolasa maqsad sotish buni. Telefon qilishsin, sababini qilishsin, xudo xolasa yengil bitaveradi. Xudo xolasa telefon qilgan odamning ishini bitiraveramiz. Hurmatli omonlar, like bosib qo'llab turaverasizlar. Like-da yemay bosishaversin. Mana like tirsillat, dublat bosib tursa bari, narx yana yengillab boraveradi, xudo xolasa. Akalar bizdan uzoqlashmaysizlar, oldinda keyingi partiyalar. Haqiqatan yaxshi qo'zlar ekanlar. Kamerasi ochiq. Imkoniyatingiz biz tepasiga kelib ko'ring. Yoqadi xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga ayiq qo'llardan qo'lma qo'llaman degan fikrlarimizga qo'yilmagan to'g'ri. Bunga olinmaganlarni ham akalar ishvoz ko'rib. Soni Jahongir buni? Soni 54 bosh. Soni 54 bosh janovorlar. Gurbezda oyoqlarimdan kurashga qillardi, bu janovorlar. Gövdasini qarang akalar, gövdasini havasga boqadigan qo'zg'otqonlar. Tomonlarga ham e'tibor berib qo'yibdi. Suyagi ham yo'q, qalin. Buta yo'g'on suyagi. Yeniga ham 50 da, ingichka narsa emas. Bu qo'lida qo'y qimmat chiqmaydi, e'tibor berayotgan qanday arzon-arzondan qo'y. Arzondan sotiladi. Chunki bu yerda 20 ta, 30 ta, 100 ta qarab kelinmaydi, 400 ta, 500 ta, 300 ta qarab kelinadi. O'sha hisobiga ham narxi o'ta arzon, o'ta qulay. O'zilar o'z to'qliga o'tyapti, mana ko'ring, oldi ketidan tuluvi boshlab olingan, tamom, bo'ynlarga qarangmi, yiltirab ketadi, yiltirab. Hop, soni nechta hozir bu yerda? Soni 54 bosh. Soni 54 dona, bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Oğlan kichik vaqtda so'mlar yo'q, soni ham bitta odam olib qo'ysa bo'ladigan bari. Aylig'ini baqaman degan kelaversin Boburjon. Buni yerdan balandligichi? Yerdan balandligi 75 Filipinska beraveramiz. Oğlan 75 Filipinska bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Qo'shqoring bormasa bor deydi. Biz sog'lik salomatlik sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi, yelish var xudo. Oğlan yilishda vaqt to'rt sinovdan o'tganligini olaman degan keladi. Ushlab shaq bo'lamiz. Hop, Jahongir. Narxi Narxida da hamma narsa emas. Bu 36-37 emas. 3,5 million so'mdan bir joyga bo'ladigan bo'lsa yetkazib olib borib beramiz. 3 million 500 ming so'mdan kelar. Nima deyaptilar? 3 million 500 ming so'mdan. Arzoni kerak mana arzon. 38 shunday chiqayapti bu qo'y. Jangaligapti, o'zimiz ham shunaqa ham chiqadi. Arzon keldi, arzon sotamiz. Lekin narxiga qarab arzon. 3,5 million so'mdan chiroyli qilib xeyrini qilib beraman agar bir joyga olishadigan bo'lsa 54 tasi. Kelar bir joyga olib degan 2 million 3 million 500 ming so'mdan o'tirib beradigan joylar bor. Xolos. Ama yo'g'onligi zo'r cho'lsa bo'ladi. Haqiqatan bo'ladigan narsa. Bo'y emas Boburjon buni, bo'y emas. Eniga e'tibor berishsin bo'ldi. Uzunligi zo'r akalar, qo'zin tozaligi akalar ko'ringanda bilinadi. Shuni qaraganda qo'ychivoqdan o'zi yaxshi qo'y. Aka mana shu qilib turganda ko'rinmaydi. Yakkalab yurganda o'zi qo'zini ko'rindi. Qanaqa polvonligi ko'rinib qoladi o'zi. Hamma tomonlar akalar bizda hali oldi qarshi qilib katta ko'rsatishni ko'rsatish kerak yo'q. Boricha realni olib beraman akalar. Yaxshi qo'chqorlar, olgan odam maza qilaveradi. Qachga taqosh. Imkoniyatingiz bo'lsa, tepasiga kelib ko'ring, lakasalar bir qator tashlab beriladi akalar. Ishingiz bitadi. Hop, bitta, 2 3 4 ta 5 ta olaman degan aka-ukalarimizga. Shuncha qilib olamiz. Sizga holatda chiqarib beraveramiz. Hamma narsa, jazosi bo'lib bo'ladi. Jazosi bu. Akalar kelishni olsa bo'ladi. Qatar o'tganda ko'ringda qo'chqorlarda. Qo'chqorlarni o'ta go'zal. Bitta o'tsa ko'ring qo'ylar. Zo'r akalar. Olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Uncha bermaydi ular. Yemlashaveradi ham, yemni ham jo'g'at qilmay yeveradi, xudo xolasa. Akalar, mana shu qo'zlar avvalo qo'zi ko'chat narsa uncha besdan bosib qo'yadi mana shu. Ko'rsatib qo'yiladi. Bosib qo'yadi. Aka, bu qarang, ko'zini qarang buni, kallasi ham. Aka, buni Voy, chizib bor. Chig'ir ko'z. chizib qo'ygan o'xshaydi janovar. Akalar, lekin besi ham normal qo'zilar. Kelib ko'rsangiz ham yerdan ko'tarsangiz qo'y ko'tarayotgan sezasiz xudo. Bemalol tepasiga kelib ko'rishaveradi. Lokatsiyalar ham yo'g'ini. Hop, mana telefoningizga berilmay qolayotgan ma'lumotlarimiz yana telefon qilib so'rashsa, bir qator o'zlariga ko'rsatib beraveramiz hammasini. Gap bo'lishi kerak. Akalar, shu bilan videolarimiz o'z nihoyasiga. Ha, video shu yerda xudo xolos to'xtaydi. Keyin sog'liq ishqiboziga
10 ta oshiqroq yaxshi urg'och qo'zi sovliqlarimiz bor 6 oylik atrofida. Telefon qilsa, uni ham video syomkasini qilib, agar sovliq so'raganlar bo'lsa, zotga qo'chqorlarimiz bor, uni ham tashab beramiz. Zotbop yaxshi qo'chqorlar olib kelganmiz. O'g'illar aloqaga chiqarsa, bu hozir chiqarilgan partiyalardan tashqari yana 250 ta, 270 ta qo'zi qo'chqorlarimiz bor. Akalar videoga chiqmadi o'zi. Nima qilib tashlayveradi. Xullas, kesalaring bo'ldi, ishlang bitta. 100 ta, 200 ta qo'y olaman degan akalar bemalol kelavering, ishlang. Xotirjam bitta qizib ketaverishdan. Shunda telefon raqamiga aloqaga chiqing. Hali ham like bosmadingiz aka. Bitta like bosib qo'ying, like tekin. Podpishka qilib qo'yasizlar, xudo xohlasa bizning mehnatimizga xudo xohlasa yarasha bir munosib baho bo'ladi aka. Like tekin. Oshno'g'ay do'stlarga jo'natib turing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tash ekraningiz burchagida kanalga obuna bo'lish, podpisatsiya degan tugmachamiz bor yoki obuna bo'lish. Shuni bosib, qo'ng'iroqqa bosib qo'ying, biz chiqarayotgan videolar birinchidan bo'ladi. Sog'lik salomatlik tilaymiz yangi kunda. Yaxshi dunyo, chiroyli dunyoda yaxshi yashang. Hammaga omad, salomat bo'ling.